Men bu holatni ko'rib men prosta shokka tushib qoldim. Iltimos qilardim, voyaga yetmagan ayollar ko'rmasligini. Juda ham ochiq video bu. Ko'rmasliklarini iltimos qilaman. Xullas, narkotik ta'sirida ikkita yosh sevishganlar ketayotgan bo'lgan metroda. Hozir lavhasini qo'ydim, ko'ringlar mana. Ko'rdinglar? To'liq videoni men bu Telegramga qo'yib qo'yganman, o'tib bemalol ko'rishinglar mumkin. Nima bo'lgan desanglar, narkotik ta'sirida ikkita yosh ketayotgan bo'lgan, ikkita Neroskiga o'sha prostitutsiyani taklif qilgan. Ketdi, boribdi, mana qiz uchalamiz qoqamiz degan. Hali qiz ham narkotik ta'sirida bo'lgan. Narkotik ta'sirida bo'lib, ertamangacha hali qiz iznasizlik qilib yuborgan. Juda ham strashniy holat, buni ko'ringlar, o'zingizlar обязательно Telegramdan o'tib ko'ringlar. Xullas qiziq uyg'onsa, ertaman narkotik ta'sirida ketgandan keyin qarasa, hamma yog'i yirtilib ketgan, ko'karib ketgan, xullas shunaqa holat bo'lgan. Ayrim balga bir isqirt bolalar borda, o'zi iste'mol qilishini qiladi, lekin ayollarni ham shunaqa o'tkazib qo'yapti. Uyat. Videoni обязательно o'tib ko'ringlar. Ayollar, sizlardan iltimos qiladim, o'tib ko'rmasligingizni. Prosta haliga bu narsalarni qilmanglar, narkotik iste'mol qilmanglar, oqibati nimaga olib kelishini ko'rib qo'yinglar degan maqsadda bu videoni qo'yganman. Voyaga yetmagan ayollar ko'rmasligini tavsiya qilaman. Videoga ko'proq like bosib, ko'proq kishi ko'rishiga aniq qilib qo'yinglar, hissanglarni qo'shib qo'yinglar.